Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Kiber xavfsizlik bo'yicha ikkinchi darsimizga xush kelibsiz. Kiber xavfsizlik noldan kursining ikkinchi darsiga, demak, hammani tabriklayman yetib kelgani bilan. Oldingi darsda biz kiber xavfsizlik nima ekanini tushunib oldik. Bugun juda muhim savolga javob beramiz. Bu savol kiber xavfsizlik o'zi qanday kasb? Ko'pchilik kiber xavfsizlik deganda faqat bitta narsani o'ylaydi, hakkerlik. Ya'ni qora ekran, kod yozish, tizimga kirish, parol buzish, lekin aslida kiber xavfsizlik bundan ancha katta va jiddiy soha. Kiber xavfsizlik, yana qaytaraman, bu raqamli dunyoni himoya qilish kasbi. Bunday mutaxassislar kompyuterlarni himoya qiladi, telefonlarni himoya qiladi, tarmoqlarni, sayt va ilovalarni, serverlarni, ma'lumotlarni, har qanday raqamli ma'lumotlarni himoya qiladigan mutaxassislar kiber xavfsizlik mutaxassislari hisoblanadi. Tasavvur qiling, katta bir tashkilot bor. Unda xodimlar ishlaydi. Kompyuterlar bor, internet bor, ichki tizim bor, sayt bor, telefonlar bor, maxfiy hujjatlar bor. Agar bular himoyasiz bo'lsa, nima bo'ladi? Mana ekranda ko'rib turibsiz, demak kameralarga kirilyapti. Dunyoni qaysi location, ya'ni manzilini aniqlayapti, tushunarli? Mana shunaqa bo'ladi o'zi aslida. Hakkerning ishi, lekin buni himoyasi uchun hali darslarda ko'ramiz. Demak, kimdir parolni o'g'irlaydi, kimdir soxta xabar yuboradi, kimdir saytga zarar yetkazadi, kimdir ma'lumotlarni o'chiradi, kameraga kiradi va tarqatadi, tushunarli? Ana shu xavflarni oldini olish bilan shug'ullanadigan soha kiber xavfsizlik hisoblanadi. Demak, bu kasbning asosiy vazifasi hujum qilish emas, himoya qilish. Asosiy vazifasi. Bu juda muhim gap. Esda qolasiz. Chunki boshlovchilar ko'pincha o'ylaydi, kiber xavfsizlik degani, demak, hacker bo'lish ekan. Yo'q. Bu soha juda ko'p odamlar bu sohada o'sha juda ko'p odamlar umuman buzish bilan shug'ullanmaydi. Aksincha ular kuzatadi, nazorat qiladi, himoya tizimlarini so'zlaydi, xavflarni kamaytiradi, hujum bo'lsa tiklashga yordam beradi. Qoidalar va standartlar bilan ishlaydi. Demak, kiber xavfsizlik bitta kasb emas, bu ichida turli yo'nalishlari bor katta soha hisoblanadi. Mana kanalimizda ham e'lon qilib boryapmiz. Demak, o'sha tashkilot bor, umumiy o'sha tashkilot nomini keyingi darslarda aytamiz, hozir sodda bo'lish uchun 41 ta yo'nalishni aytgan. Kiber xavfsizlikda demak 41 ta yo'nalish bor. O'zi yaqinda 52 ta edi, yana 41 taga tushirildi. Demak, qaysidir ma'noda kamayyapti yo birlashtirilyapti. Kiber xavfsizlikni juda oddiy qilib 5 ta katta qismga bo'lishimiz mumkin. Tushunarli? Bu yerda demak 5 ta qismga bo'lamiz. Birinchi qism boshqaruv va qoidalar. Bu yerda odamlar xavfsizlik siyosati, qonun, audit, risk va tartib bilan ishlaydi. Oddiy qilib aytganda, tashkilot xavfsizligini qanday boshqaradi degan savolga javob beradi. Ikkinchi qism loyihalash va yaratish. Bu yerda xavfsiz tizimlar, dasturlar va arxitektura haqida o'ylanadi. Oddiy qilib aytganda, tizimni boshidan xavfsiz qilish. Uchinchi qism joriy qilish va ishlatish. Bu yerda tizimlar o'rnatiladi, sozlanadi va ishlatib boriladi. Oddiy qilib aytsak, himoya vositalari amalda qanday ishlaydi degan savolga javob beradi. To'rtinchi qism himoya va kuzatish. Bu yerda tarmoq kuzatiladi, loglar tekshiriladi, mana o'ng tarafda. Shubhali holatlar aniqlanadi. Oddiy qilib aytganda, kimdir hujum qilsa, mana hujum chiqyapti ekranda. Buni qanday sezamiz degan savolga javob beradi. 5-qism tekshiruv va tahlil. Bu yerda hujumdan keyin nima bo'lganini tekshirishadi. Oddiy qilib aytganda, kim kirdi, qachon kirdi, nima qildi? Ana shu savolga javob beradi, tushunarli? Bu sohada hamma bir ish qilmaydi, juda katta soha, tushunarli? Qonunni biluvchilardan boshlab matematikani biluvchilarga, fizikani biluvchilargacha ish bor. Hammaga ish topiladi bu sohada. Faqat bu sabr bilan juda kichik elementlargacha o'rganiladigan, sekin shu sohaga kiradigan kasbda bu. Juda xavfli va mas'uliyatli kasb. Demak, kimdir qoidalar bilan ishlar ekan, kimdir dastur xavfsizligini ko'radi, kimdir tarmoqni kuzatadi, kimdir hujumdan keyin izlarni tekshiradi, kimdir tizimni boshidan xavfsiz qilib ko'radi. Kerak bo'lsa, o'sha tizimga hujum qilib ham ko'radi o'sha xavfsizligini ko'rish uchun. Tushunarli? Buni keyingi darslarda yana chuqurroq davom etamiz. Shuning uchun bu soha juda keng. Va aynan shu sababli ko'p odam o'ziga mos yo'nalishni topishi kerak. Masalan, kimdir texnik ishni yaxshi ko'radi, kimdir kuzatish va tahlilni yaxshi ko'radi, kimdir hujjat va standartlarni yaxshi ko'radi, kimdir dastur va saytlar bilan ishlashni yoqtiradi. Hamma uchun joy bor, yana qaytaryapman. Hozir sizga eng muhim narsa bitta yo'nalishni tanlash emas. Sizga hozir eng muhim narsa asosni tushunish, tushunarli? Shuning uchun bu darsni boshlaganmiz. Hammaga kerakda bu. Shu sababli biz kursni foundation tarzida boshlaganmiz. Avval xavfsizlik nima, kasb qanday, qonun, etika nima, mana shunaqa davom etamiz. Bugungi darsdan asosiy xulosa kiber xavfsizlik bu faqat hakkerlik emas, bu raqamli tizimlar va ma'lumotlarni himoya qilishga qaratilgan katta kasbiy soha bu. Agar darsimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, hammaga tarqating. Bu hammaga kerak. Darslarni kuzatishda davom eting. Kamchiliklar bo'lsa, izohlarda yozing. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.